Ko'chmas mulkka investitsiya qilmoqchisiz, lekin nima qilishni bilmayapsizmi? Bugungi videom aynan siz uchun. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz Yakkasaroy tumanida sizlar bilan birga arendaga qo'yish uchun yoki o'zingiz bog'cha yoki klinika ochish uchun zo'r bo'lgan binomizni ko'rib chiqmoqchimiz. Binomizda noturar, sotuvda. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, umumiy maydoni bizda 916 metr kvadratni tashkil qiladi. Har bir etaj ochiq qoldirilgan liftlari bilan o'zingizda biznesingizga yoki arendaga berib qo'ysangiz oyga 10 ming 15 ming kelib turadigan bemalol joyi. Orientir uni bizda Yakkasaroy to'yxonaning orqasi Nukus ko'chadan kirib kelish xodlari bilan ko'rib turganingizdek ਅੱਖਾਂ ਝੜੀਆਂ ਤੜਕੇ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੜਕੇ ਜੇ ਕੋ ਰੜਕੇ ਜਾਂ ਫੇ ਭੜਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੜਕੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਆ ਪੰਗੇ ਜੇ ਕੋ ਖੰਗੇ ਲੀਕੋ ਲੰਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੰਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਪੈਣੀ ਉੱਠਣੀ ਮਾੜੀ ਕਿਹੜਾ ਅੜਜੂ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਫਿਰਦੇ ਪੱਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਝਾੜੀ ਦਾ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਝਾੜੀ yoki de o'z uchun ofis ochib qo'ygani, biznesingiz uchun ofis ochib qo'ygani ham zo'r variant. O'zini parkovka uchun joylari bilan agarda qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga birga aloqaga chiqing.